Yurtimizda atrof muhitga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan har qanday yirik loyiha endi yanada qat'iy nazoratdan o'tadi. Biroq bu ortiqcha qog'ozbozlik emas, aksincha tezkor va raqamli tizim orqali amalga oshiriladi. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 11-maydagi qarori bilan atrof muhitga ta'sirini baholash va davlat ekologik ekspertizasi sohasida mutlaqo yangi tartib joriy etildi. Xo'sh, yangi qaror bilan yana nimalar o'zgaradi? Muxbirimiz ayni mavzuni o'rgandi. Matbuot anjumani avvalida mas'ullar endilikda ekologik ekspertiza faqat ruxsat berish emas, ekologik xavflarni oldindan boshqarish tizimiga aylanadi deya ta'kidladi. Xo'sh, bu qanday amalga oshiriladi? Shu ekologik ekspertlarimiz yozgan xulosalarni har bittasi qonunda ham qarordan yozib o'tildiki, javobgarlik masalasi. Yozgan xulosasiga ekspert bundan keyin qonun oldida javob beradi. U yozgan joyda obyektni borib ko'rdimi, ko'rmadimi? Xulosani yozayotgan paytda u o'sha joyda qanaqadir noto'g'ri xatti-harakatlari paydo bo'lsa, shu qonun oldida javobgarlik masalasi bu qonunda ham qarorda ham belgilab qo'yildi. Ma'lumotlarga ko'ra, barcha hujjatlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali taqdim etiladi. Bu esa inson omili va byurokratiyani kamaytirishga yordam beradi. Oldingi ekologik ekspertiza xulosalaridan tubdan farq qiladi bu. Bu yerda bir marta qaraganda o'sha har qanday buyurtmachi ham ekologiya sohasiga mutaxassis bo'lmagan odam ham uni o'qib biladigan darajada bo'ladi. Bu yerda havoga tashlamasini qancha tashlashi mumkin yo'q, suvni ifloslantirish darajasi qancha, ko'kalamzorlashtirish maydoni 30% dan kam bo'lmasligi va mana shu talablarni ochiq birinchi betida xulosani ko'rib qoladi. 4 ta 5 ta o'sha ekologik talablar aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Uning nazorati esa ekopolitsiyachilarga ham yuklatilgan. Huzurlar agar bo'ysunmaydigan bo'lsa, ularni kuch ishlatib, ular qo'llariga narushnik taqish vakolatlari ham berilgan va shuningdek korxonalar faoliyatini to'xtatib qo'yish, o'sha transport vositalarini hattoki jarima maydoniga qo'yish vakolatlari ham belgilangan. Yangi qarorga ko'ra xalqaro amaliyotga mos ravishda skrining va skoping bosqichlari joriy etiladi. Ya'ni bu orqali ekologik xavf oldindan aniqlanadi. Bu esa ortiqcha xarajatlarni oldini oladi. Ushbu qaror joriy yilning 14-avgustidan kuchga kiradi. Umida Qodirova, Javohir Fayzullayev, Bahodir Omonov, Hudud informatsion dasturi uchun.